O'rtoqlar, assalomu alaykum hammaga. Yangi Belarus traktorlari O'zbekistonda. Bu Belarus 1025 ikkisi, bu 20 22.3 u tomonda kattasi turibdi. 15-23 ta yangi versiyalari, hammasi robot versiyalari. Terminatorga o'xshagan. Mana eskisi bunaqa bo'lgan, yangisi bu. 1025 ni eskisi mana bunaqa oldi to'rt burchak edi. Bu tomonda o'zi diodlik faralari, kapot plastmassaviy qo'yilgan. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Eskisi mana bunaqa bo'lgan. Yo'q, eskisi emas, bu o'zi yangisi ekan. Eskisi sal boshqacha edi. Uni oldiga o'xshagan edi. Mana buni ham o'zgaribdi o'zi. Katta balonlar oldida mana bunaqa gruzlar qo'yilgani. Tak, oldida poperechnicasi yo'q ekan, faqat shunisi minus bo'ladi. Bu yerda 6 ta silindrlik motor, starter rossiyskiy, kompressorlari qo'yilgan, o'zini podkachka hamma narsalari bor. Balonlari qo'sh balon qo'yilgan. Mana bu 20-22.3 ta qo'sh balon turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda 15-23 ta bitta balonlik plastmassaviy salarga baki turibdi bu yerda. Xarakteristikalarini mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. 210 kuchli manimcha yoki 212 ot kuchli, to'g'ri. Mana bunisi, bu oldin ham kelgan edi. O'zbekistonning xarakteristikalari mana. Faqat narxi hozircha yozilmagan. Bu yerda salarka baki o'zi metallический turibdi. 20-23 ta. Xo'p, mana buni ko'rsataylik. Qani ochilmaydi ekan bu eshigi. Qanday ochadi? O'rtoqlar, kommentariyada yozingizchi. Ochmayapti eshikni. Klinit qilib qo'yibdi-ku. Ochilmadi. Tepada diodlik svetlari qo'yilgan, migalkasi ham diodlik. Глушители standartli turibdi. Starteri rossiyskiy starter qo'yilgan, сделано в России turibdi. O'zini ko'rayotgan bo'lsangiz, traktorda qanaqa mashina qilib yasalgani. Orqasida poperechnicasi, ikkita silindr bosadigani. Gidrovyxodlari, topливный baki bu yerda o'zi plastmassaviy. Poperechnicasi, bomba оборотлari menimcha 540 mingtalik bo'lsa kerak. Tak, chiqqan yili ham yozilmagan. Chiqqan yilni hozir bu yerda aniqlaymiz. Mana bu yerda 24-yil yoz oylarida chiqqan, ko'ryapsiz. Mana bu yerda yozilmagan ekan, lekin bu yerda aniqlasa bo'ladi chiqqan yilini. Boshqaruv bu yerda yo'q. Bunisida ham yo'q boshqaruvi. Tak, 80X umuman o'zgarmagan. Faqat yangi versiyasi bunaqa bo'lar ekan, lekin O'zbekistonga mana bunaqa ko'k versiyasini olib kelibdi. Hammaga taniqli qizil bo'lar ekan yangi versiyasi. Menimcha ichida buni ham konditsioneri bo'lsa kerak yangi versiyasi, lekin bunda ko'rinmayapti konditsioner shlanglari. To'g'ri, traktorda ko'rib turibsiz. Kelinglar qani 20-22.3 uni ko'rdilaringiz bu tomonda. Tak, ichida akkumulyator turibdi. Nasos, generator, topливный filtrlari, topливный filtr и moy baki. Menimcha korobkaga primoy korobkaga moy soladi. Глушители ham yonida qo'yilgan. Diodli faralar, menimcha bular hammasi Xitoydagi bo'lsa kerak. O'zi men bu Xitoydagi, buni bilmadim. Unisi boshqarilmayapti ekan. 15-23 larda, yo'q 82 larda, 82 larda mana bular elektronniy bo'ladi, oynasini, regulovkasi. Bularda esa regulovkasi yo'q. O'rtoqlar, kelinglar ichini ko'ramiz. Buni ochilsa kerak. Ha, ochildi mana. Zinalari bu tomonga ham motorga zina qo'ygan. Qarang, bu tomonga ham zina qo'ygan, o'rtoqlar. Iloji bo'lsa sizlardan bitta iltimos, videolarga kirib, kanalga kirib like bosib tashlasangiz hamma videolarga zo'r bo'ladi, chunki aktiv sal tushib qolgan, shuning uchun sizlardan podдержка so'rayapman. Tak. Bu yerda управление motor, konditsioner, multimedia, magnitofon qo'yilgan, o'zini lyuki, naviska bilan boshqaruvi, bu yerda har xil razyomlar, tak, plyukni tushirib chiqarish, signal, скорость nechtalik, пониженный, повышенный, и mana bu menimcha переключатель, tipi past qilib boshqarib ketaversa kerak. Mana bu knopka nima uchun? Bilmadim, lekin mana shu скоростьga o'xshabdi. Bu повышенный, пониженный. Mana bu задний, a b. Bu yerda boshqa narsalarni regulovkalari bor. Lekin o'rindig'i ham zo'r ekan. Podголовники bor, lekin podголовники juda ham past.
qo'yilgan. O'zining instrumentlarning xaltasi bor. Ichida hamma instrumentlari bo'ladi. Plomba turibdiki, bo'lmasam ochib ko'rsatardim. Toshkentda выставка bo'lyapti, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Bu tomonda mana Kamaz turibdi. Bu tomonda har xil avtomobillar, katta texnikalar. O'rtoqlar, yana qaytaraman. Shu sizlardan iltimos, haydashga qo'ysangiz, like, подпискаlar bosib, xursand bo'laman juda. Bu tomonda представитель turibdi, hozir narxlarni so'rab olamiz. 15-23 bu yerda toplimli bak plastmassoviy, aytganimdek radiator konditsionerlari bor ekan, xarakteristikalari mana bitta pauza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Og'irligi, uzunligi 4 metr 71 santimetr. Balandligi esa 3 metr ekan. Og'irligi qayerda ko'rsatilgan traktorda? 150 ot kuchli. Akkumulyatori bu yerda. Bu ham ochilmaydi mana bola. Bu ham ochilmas ekan ko'rgan. Ha, ochildi. 15-23 da yangi versiyasi. Tak. Bunda ham konditsioneri bor ekan, magnitofoni, topli, mana bu panel управленияsi hammasi yangi qo'yilgani, signal hamma narsasi o'zi yangi обновленный. И panel управления orqa naveska bilan. Hammasini shundan qo'shsa. Oldi balonni qo'shish, chiqarish, lekin signalni nimaga bu yoqqa qo'ygan mana bu yerga? Bu yerga yoki mana buni qo'ysa ham bo'lardi. Yoki ikkita signalmi, tushunmadim shuni. Ikkita signal ekan shunda. Bunda ham lyuk va boshqa narsalari qo'yilgan o'rtoqlar. Подписка, like'ni bosib qo'ysa videoga yana boshqa videolarni chiqarib boraman o'rtoqlar. Boshqa texnikalarni, boshqa avtomobillarni iloji boricha kommentariyda qo'ng'iroqchalar shunaqa narsalar bor ekan, ularni ham bosib qo'ysangiz zo'r bo'ladi.